Assalamu alaykum. Aziz, muhterem, söyümlük Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Bugün yana yüz görüşdük. Bugünkisi bir züruriyetten bulawadydy. Bu züruriyet siyasi bir züruriyet. Bizning zati nimani talab qiladiganligimiz ve bu talabning qanchalik jiddiyligi, qanchalik zururligi haqida to'xtalishdan iborat bir zururi. Mavzumuz ko'rib turganinglardek ya mustaqil bo'lamiz, ya qirilib tugaymiz. Mazmunning jiddiyatiga ko'ra, maqsadning jiddiyatiga ko'ra, g'oyamizning jiddiyatiga ko'ra, davomizning jiddiyatiga ko'ra men shunday bir dahshatli mavzuni tanladim bununla. Buni shunday tushungaysizlar qarindoshlar. Oldingi videoga ciddi qarshiliklar bo'larmikin deb ensirgandim. Endi bakarchilikda bu qarshiliklar bilan hatilishib yuramanmi deb ensirgandim. Hech qanday g'ayri inkas bo'lmadi. Mening demoqchi bo'lganim bu oldingi videoning asosiy negizlik temasiga emas. Men uningda bir ulug'imizning ismini tek tilga ilib o'tgandim. Şuna endi bu ulug'imizga, ya'ni mazirimizga chammatding deb yaqamga islomikin deb ensirsam, unda esildiganlar chiqmadi. Ya diqqat qilmay qolgan bo'lishi mumkin. Diqqat qilgan bo'lsa balkim chiqib qoladi. Xudoga shukr. Sizlarga bakla tanishlik bo'lib ketgan Xitoyning yovuz e'lon qilgan maqoladan keyin mustaqillikning zaruriyati haqida yetarli darajada to'xtalmaganligimizni, nurg'un kishilarimizning e'nida bu mavzu haqiqatan mujmal, g'uva, tutuq bir rasmdagidek yaqinlashgan sir tutuqlashib ketadigan, yiroqlashsa o'xshashlik tutuqlashib ketadigan bir ish bo'lib turayotganligini sezdim. Şuna bizde başka tayyorlik mümkün bo'lmagan taqdirdami? Ruhiy tayyorlikning bo'lishi shart bo'lgan vaziyatimiz haqida. Odamlik sifatlarimizning taqozosi zodi nima? Bunun haqida so'zlashga qaror qildim. Balkim o'xshamagan vaqtlarda bu temani o'xshamagan nuqtalardan davomli yuritishga tirishishim mumkin. Shundaqla millatning sarxillari bo'lmish her kişi bu temini öz görüş noktasından davamlı şerhiydishi, bu mazmunni xalqning qalbida o'chmas qilib uyutişi, qalblarda go'yo bir ruhiy obida tiklishining zarurligini ta'kidlab o'taman. Yuqorida zikri kechgan Xitoyparastning maqolasidan keyin mustaqillik tuyg'ularimiz bir qatim qayta uyg'ongandek bo'ldi. Menimcha bu gapimga qo'shilasizlar. Bu maqola go'yo hammamizga bir silkinish elib keldi. Hatta Erkin Asiya radiosuning Uyg'ur bo'limi kulkilik ahvolda bu mavzuga bir anglitish bag'ishlashni ravo ko'ribdi. Odatda butun zehnini Xitoylar bilan birga turayotganlarning depini chelishga atagan radioning bu ajoyib tuhfasi şunu uqtirdi ki, mustaqillik talabimiz kun sari mustahkamlanmoqda, chinimoqda, sabitleşmekte. Şuna bu talabga chaqchaq qilishga petinadiganlar kim bo'lishidan qat'iy nazar tükürüp tashlandi. Şuna radiomu umumiy iqimga qadamini moslashtirishga majbur bo'lgan.
Ama bir yeri bek kızık. Ziyaretke yanıla öz xilidikilerini teklif kıygan. Öz takdirini özü belgeleş şuarı bilen davaçı bulup gelgenlerinin radyo ziyaretinde bir bulla üzül kisil müstakilcilerden bulup çıkışımı alaydı dikkatini dağıtıdı. Belki ular Xitaylar bilen bir yerge kelgenlerde dövmüşü de müstakillik meselesini sözleşmektekin ha? Hiç ne bilip bulmaydı cuma. Köpçülük unutup kalmagan bolsa, bu ketimki radio ziyaretiga mehmon bolgan iki janobni Xitaylar bilen hemkarlık kengişide mübarek resimleri bilen kömügenmedik. Demek vaziyet kıstırmakta. Xalqning ko'zi echilmoqda. Endi burunqidek qandoq satsam o'zimning ishi deyolmaydiganligini ko'rib yetganda darhol taratni yangilab sakki turib olishga. Qarindoshlar. Aloqasiz bir qistirmam bor. Kechirsizlar. Talibanga aloqador inkaslarni uqdim. Az to'la. Bichara millatimga haqiqatan ichim og'rib qoldi. Qachonmi aqliy tafakkur bosqichiga ko'char deb puchlandim. Hozircha amal yo'qdekmi qiladi. Allah aql farosat ato qilsin. Munofiq shoirlarimizdan Teyipcan Eliyevning bir chaqchaq she'ri ixtiyorsiz yodimga kechdi. Oxirgi ikki misrasini deb qo'yay buni. Ajab ichim og'riydi pattar degan shaytonga. Menmi shu. Ajab ichim og'riydi. Ba'zilar. Mavzuning o'ziga kelaylik qarindoshlar. Bu mavzu sizlarga tonish. En evvel Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşçusu, ya müstakillik ya ölüm deptiken. Bunu anlaganlar hali köp. Keyin üzümüzün içinden bir qarindishimiz ya müstakillik ya ölüm namlı bir kitap yazgan idi. Şu anda kitapxonalardan tepiladi bu kitap. Konu neşrini men qarindishimla neşirga tayyorlagan yangi neşri texmi kengaytirilgandek qiladi, cho'g'on yo'g'ilabdi. Ya müstakillik ya ölüm degan kitap. Mening deganimmi, mavzuda deganimmi. Ya müstakil bo'lamiz, ya qirilib tugaymiz deganimmi. Aslida shu so'zning o'zi. Faqat bu bir xil o'zlashtirma shakli. Shundaqla ma'no qatlamlaridami ma'lum farqlar bor. Ya müstakillik ya ölüm bir shuvar bo'lib, chaqiriq xarakteri olgan so'z. Men ishlatgan mavzu bizni kutayotgan kelgusi, bizning tanlashimiz yoki hatto bizning irodamizga biqinmaydigan fojialik taqdirdir. Xitoylardan tilab elish, Xitoylar bilan yaxshi xo'p bo'lib turib, ularni ta'sirlantirish, andin mustaqillikka yaqin muxtoriyat talab qilish uch apandining tutgan yo'li. Bo'libmi İsa Yusufning bir umr bo'ylagan yo'li bo'lib, yenilikma emas. İsa bu usulga murojaat qilish ishini 1926-yil atrofida Enjandagi, O'zbekistonning Enjandagi Xitoy konsulxonasida malay bo'lib turayotgan mezgilda boshlagan edi. Xabaringlar bo'lganidek, bu kishi umrining oxirigacha bu yo'lidan qaytib boqmadi. Shunisi Xitoylar hech ta'sirlanib ketmadi. Hech o'zgarib qolmadi. Bugungi Xitoylarning ommaviy to'rbatlarda yozilgan inkaslarida Uyg'urlarni qirib tugatish kerak, qirib tugatmaguncha tinchlik bo'lmaydi, qizlarini, ayollarini falon piston qilib degandek dahshatli so'zlar bir insonning og'zidan chiqarishini qiyin bo'lgan vahshiylik to'yingan tutumlarni ko'rib turibmiz. Bu Xitoylar qachonmi o'zgaradi? Bizga qo'rqoqlik qonlarimizga singib ketgandan keyin mushundaq bir lantasma yo'lni tutib elib, savr qilib kutsakmi kutatdik balki. Ammo bugungi Xitoylarning payli
Aşı uzak zamanlardan keyin bo'ladigan Xitoylarning tabiat o'zgarishi meydonga keladigan parlaq davrlargacha bizni bu yer yuzidan siyirib supurib turgandek to'g'mamda qanday qilish kerak? Bizning qarashimizcha ba'zilarning mustaqillik demay turish, Xitoylarni dushman deb etmay, ba'zi turdikilari bilan hamkor bo'lib turish degandek safsatalari faqat Xitoylar uchun chiqimli tejab berish rol o'ynashi mumkin. Bundaq yaxshichoqliklar hargizmi Xitoyning niyatini o'zgartirmaydi. Bizning oldimizda ikki xil tanlash bo'lishi mumkin. Buning har ikkilisi o'lim bo'lganda tanlashimiz qandaq o'lishni tanlashdir. Qaysi shaklda o'lishni tanlash. Ya'ni manqurtlik bilan ish urg'uchisiga amroq tipida Xitoylarga qo'lchilik qilib, echirqigan mushukdek pochaqlarga suvishib yurib o'lish. Bir xil o'lish bu. Yana biri erkakcha. Ajdodlarimizga yarashadigan shaklda Xitoylarga qarshi turib o'lish. Nima uchun o'limdan iborat bir qismatga yuzlanganda erkakcha o'lishni tanlashimiz kerak? İnsaniyet tarixida qo'rqoq teshliqchilar emas, o'limga yuzlanadigan qahramonlik ruh qadrlanib keldi. Qarindoshlar, bu esingizda bo'lsin. Gerçi bütün dünya tinchlik deb jar selayotgan bo'lishiga qaramay, hech zaman qo'rqoq tinchlikchilar insonlar tarafidan suyulmadi. Dal aksicha o'limga yuzlanadigan qahramonlik ruh qadrlanib keldi. Javhar Dudayevning rahbarligida chechenlar qarshilik ko'rsatayotgan zamonlarda chechenlarga dunyoning har yerda hurmat nazari bilan qaraldi qarindoshlar. Hatto ba'zi davlatlarda taksi shofirlari chechenlardan pul olmaganlik haqida hikoyalar bor. Buni biladi aranglardagi ba'zilar. Qashqarda Saman voqeasi yuz bergan 2008-yilda voqeadan xabardor kishilar Uyg'urlarga hurmatkor muomalada bo'lishgan edi. Germaniya matbuotlari Uyg'urlarning qadimgi qahramonlik ruhi o'lmabdi deb madiya yozib, bizning ruhimizga madiya o'qiganligimiz bu nuqtani isbotlaydi. Ash chaqda bizning janoblardan birisi chet el muxbirlarining ziyoratida bu voqea haqidagi tutumini ifodalab, "We are so sad" dedi. Biz bekmi üzüldük, bekmi ko'nglimiz yerim bo'ldi dedi. Sama voqeasiga qaysinlarning ko'ngli yerim bo'ldi yana shunda. Biz xo'sh bo'ldik. Ammo bizning da'vochilar, ashaliqa hozir tukurilayotgan da'vochilarning ichidagi birisi "We are so sad" dedi. Deb o'tganimdek, ba'zi alomatlardan go'yo o'limdan boshqa tanlashimiz qolmagandek ko'rinsimi, o'limdan boshqa tanlash yo'li qolmagan insonlar uchunmi qandoq o'lishni tanlash imkoni mavjuddir? Qarindoshlar, sizlardan shunday so'rayman. Agar o'limdan boshqa tanlashimiz qolmagan bo'lsa, qanday qilasiz? Taqdirga tanbagan holda xuddi qushxonalarda bir-biriga chetib bog'langan qo'ylardek o'limni kutib yetishni tanlamsiz? Jimjit, qarshiliksiz, yavaşlık bilen devir qassablarining qo'lini taldimaslik uchun tinch turib bergan holda tepcheklemay bu o'limni kutib olamsiz? Yoki hech bo'lmasa tepcheklab g'azabingizni bildiradigan xirildash bilan qassabga g'azablik umuyib o'limni kutib olamsiz? Qullarcha o'lishnimi yoki qahramonlarcha o'lishnimi? Nimani tanlaysiz? Ba'zilar hamtama qilmasinki, taslimchilik bilan umrni uzartolmaydi. Xitoylarning biz bilan birga yashash niyati azaldan bo'lib boqmagan. Qandaqkan Xitoylar mayli asta-asta yo'qotsin, mayli tez arada yo'qotsin,
yo'qotish qarori o'zgarmaydi. Xitoy hukumatlarining almashishi, ideologiyalarning almashishi, sistem o'zgarishlari Xitoylarning milliy xosligini, kengaymichi tabiatini o'zgartirmaydi. Ko'rdikku atalmış demokratlarning fe'lini. U holda nima qilishimiz kerak? Qarshilik qilishimiz, ozodlik yo'lida o'lishimiz kerak. Hech bo'lmasa dunyoning nazarida hurmatimiz bo'ladi. Aqimizda sharaflik aslimilar, qahramonlik dastonlari qoladi. O'limga yuzlanadiganlardan jallatlarni qo'rqadi. Qo'rqishning eng qabohatlik sababi o'limdir. Qo'rqishning eng oxirgi chekidagi, eng qir nuqtasidagi sabab o'lim. O'limdanmi yomonroq oqibat yo'q. O halda bir kishi o'limdan qo'rqmasa, uni hech narsa qo'rqitolmaydi. O'limdan qo'rqmaydigan fidoyilar tarixning har bosqichida bo'lgandek, insonlarning hamma bir qismida bo'lgan. Ana shu fidoyilar haqidagi qahramonlik dastonlarini varaqlab ko'rganimizda, ularning soni oz bo'lishi, qurollarining yetarsiz bo'lishi, moddiy imkonlarining chekligi ularni to'solmaganligini, o'zlaridan nechasi ko'p bo'lgan dushmanlarni sarosimiga solganligini ko'ramiz. Bizning bugungi qismatlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, millatimiz mavjudlik uchun jon talashadigan oxirgi minutlarni yashamoqda. Agar biz uzun kesil bo'lolmasak, o'limga yuzlanmasak, qat'iy niyatga kelanmasak, ofatning manbasidan qutulmay turib, ofatdan qutulishga urinishdek bema'ni kechiklarda vaqt zoya qilsak, haqiqatan oqibatimiz tasavvur qilishsiz bo'ladi. Minglarcha afsuski, millatni yetaklab menishi kutiladigan ziyolilar tabiqimiz nelarda? Nima ko'ylarda? To'g'ri tanlashdimi, ozg'inlikdimi? Torlardagi yo'g'on gaplardan qat'iy nazar ko'rilayotgan reallik shuki, bir muncha Sharq Turkistonliklar eng tuvan talabdagi qurbon berishga rozi emas. Tuqqanlarimga ziyni yetidi deb siyosatdan uzoq turish. Qurutdek bir uchakka tugilib olib yashash. Faqat va faqat normal telefon so'zlashib turishdek kichkina manfaat uchun vatan millat manfaatiga xizmat qilishdan voz kechish. Ör dunyoda yashayotgan turibmi, Xitoydan qo'rqib tugilib olish. Hammalarning atrofida bundaqlar mavjud qarindoshlar, yolg'onmi? Siyosatga aralashmaslik uchun shunchalik go'zal bahonalari borki, sallamna deb ketasiz. Vatan uchun jonim fido degan ulug'vor shuarni bek asallan og'zimizdan chiqaramiz. Ama nemishku o'ylamaymiz? O'limdan million narsa kichik qurbon berishga yaramaydiganligimizni. Qarindoshlar, bir narsa aniq bo'lsin. Bizning mustaqillik talabimiz hargizmi bu talab ishga oshamdi, oshmamdi. Yoki Xitoylar va dunyo jamoatchiligi bu talabga issiq boqamdi yoki qat'iy qarshimi deganlarga bog'liq emas. Bilaverishimizga tegishlik eng muhim nuqta bu. Agar bu nuqta aydın olmasa, bizning mustaqillik talablarimiz og'zimizning uchidagi narsa bo'lib chiqadi. Eng kichik bir buhronga bardoshlik berolmaydigan hashqi pichakdek talab bo'lib qoladi. Biz bu talabni nima uchun qilamiz? Javobimiz nihoyat aniq bo'lishi kerakki, inson bo'lganligimiz uchun. Mustaqil bo'lamiz. İnson bo'lganligimiz uchun. Kamsitilish, urilib so'qilishlarga chidab turadigan hayvon bo'lmaganligimiz uchun. Musulmon bo'lganligimiz uchun. Chunki islom bendining bendiga qul bo'lishini qabul qilmaydi. Benda faqat Allohning quli bo'lib, mo'minlar Allohga bo'lgan qullikni e'tirof qiladi. Bendiga qul bo'lmasliklari kerak. Yana-chi, Junxo millati yoki shuning qandoshlaridan bo'lmaganligimiz uchun. Nima uchun mustaqil bo'lamiz? Yoki birisi so'rasa, nima uchun mustaqillik deysan? Desa bu javobni beramiz qarindoshlar.
Birinci cevabımız nima? İnson bo'lganligimiz uchun. Bir 1998 yılında O'rta Asiyoda teşviqat uchun yozgan Qulluqdan o'lim a'lo mavzuliq bir musaddas va bir muhammasning oxirgi kupletida shundoq misralar bo'ladigan. Musulmon erk uchun bizga jihad ne buyurmuş Allah. Bu buyruqqa sala yo'qdir agar qalsaqmi bir talla. Quli biz Tangrining bas shu, yana bir qulga qul bo'lma, shuna bizga qarindoshlar bu qulluqdan o'lim a'lo. Davom qilg'ay kurash sharhan bu yo'lda min qazo kelsa, qazolar ustiga yovdan chidab bo'lmas jazo kelsa. Bu Musaddasning oxirgi misrasi. Muhammadning oxirgi kupleti. Bu yangliq xor yaşamaktan yigitlarcha o'lim a'lo. Ne tallaş imkanımız vardır fakat bizlerge yol birla. Bu yolda nur bilen nusret, bu yolni buyurmuş Allah, çıkar bolsaklı bel bağlap, yorutkay nur çeçip şoğla. Kalur kovziği yaylaklar bu yerden işit kavan kesse. İsimli kılışça, Aşı Muhammed'nin bir küflütüde vaziyetimizni harvık etilgan atka, ya ki heçirga okşatkan adım. Harvık etilgan malının vaziyeti qanda oludu? Köz aldığınlık keltirip bakınlar. Aldığı mansa tartqı, asmanға çıkıp giteydi belvaq, yağıp etip giteydi töşbaq, akığı sayanaydı koşkun. Hem taraftan bent kılındı. Şundak bu? Bu kütlette temsillerimizdeki, Uygur halk temsillerdeki ya at ölsün, ya şutsunsun diyenini tadbiqlab, fakat aşında vaziyet kütlüçkəyə vaxtda, fakat algı çepip öl. Sayanı men, ayangı men, mayanğı men emas, aldığı çepip öl, ya ki bek olsa şutsunsun. Deydiğen tevekkül kıl degen mazmun var edi. Xuddi shunda qarindoshlar, ya at o'ladigan, ya shot sunadigan vaziyatda bo'lganimizda qanday qilish kerak bo'ladi? Cho'qim Allohga qarab chepishib tavakkul qilinish kerak. O'lmay qolsak shot sunadi. Nima uchun mustaqillik deydi ekanmiz? Aniq bo'ldimi qanday? Ya'ni ishqa ashamdu, ashmamdu deganga bog'lab olsangiz, sizning mustaqilchiligingiz ishonchlik emas. Çünkü so'raydiganlar chiqishi mumkin. Bizda nurg'un aqlli Uyg'urlar bor emasmi? Har narsani materialistik nazarda o'lchaydigan. Ular qanchalik berib, qanchalik og'il bo'ladi. Qandoq qurbonlikning qozonchi qandoq bo'ladi degandek hisob kitob bilan ish tutadigan bo'lg'achqa, sizlardanmi cho'qim so'raydi. Bu ham xiyolingning ishqa ishiga qanchalik ishinasan? Bunga qanday javob bersiz? İşimizdeki bazı kişilermi so'rashi mumkin. Dava dairlerimizden bo'lgan Mehmet Doktor o'xshashlar Uyg'urlar davlat qurolmaydi, davlat so'ralmaydi deyalayotganlar cho'qimki avningda savolni so'raydi. Undaq ahvollarda ikkilanib, ras bu qanday ish qashida? Ahvolimiz bu tursa, Xitoy degan ishning qurtidek to'la ham kuchli tursa, rostaydi-ku degan yerga kelib qolasiz. Mana shunday ikkilanishlarga hech o'rin qoldirmaslik uchun qarorimiz keskin, bilimiz mahkam bo'lishi kerakki, biz mushu arzu uchun yashashga, mushu arzu uchun tirishishga, mushu arzu yo'lida o'lishga niyatimizni to'g'rilab bo'lgan bo'lishimiz kerak. Har qanday oldingi shartlar bilan bu buyuk arzuni bog'lab olmasligimiz kerak. Agar undaq bo'lmaganda shunday savol tug'iladi. İş qaşmaydigan bo'lsa qanday qilasan? Xitoyga küçük bo'lib, quyruq shipang'ishib yashayveramsan? Agar yo'q bo'lsa javobingiz, u holda ishga ish sharti bilan emas. Ishga aşmaydiganligini aniq bilib tursammi, mushu yo'lda o'lishga roziman deyalishimiz kerak. Lekin bu o'zimizni o'qitish,
torlarda, toplarda to'g'lab qo'yilgan shulardan iborat bo'lib qolmasligi, haqiqatanmi o'limga yuzlanganda qilcha ikkilanmaydigan ruhiy tayyorlikda bo'lishimiz shart. Vatanparvarlik aqlliqlarimizning o'lchamlaridek tijoratga o'xshamaydi. Tijoratda qanchalik dasmiy silib, qanchalik qozonaman deganni hisob kitob qilibroq ishga tegishingiz mumkin. Lekin vatanparvarlik tijorat emas, uzil kesil bag'ishlashdir. Olmaydiganga rozi bo'lib berishdir. Ilgari men bu mavzuda Navoiy hazratlarining bir töklikini naql qilgandim. Esingizda bo'lsa kerak. Mürüvvet barçı vermektir yemek yok. Fütüvvet barçı kılmaktır demek yok. Vatanperverlik aşında olur. Şotlandiya müstakillik hareketi hakkında bir kino oldu. Belkim torlardan tapalaysızlar. Onundaki bir müstakillik jangçisi tatmagan, ziyareti uçurmagan ahani tıkanmaydı. Hamma narsadan ayrılıp taksaltan oldu. Etrafında işengen adamlar mı kalmaydı? Mana şu çağda Angliya hükümetinin sot zalida onun hakkında karar çıkarıldıgan boldu. Yerimcan bo'lib qolgan jangchi elib kirildi. So'rashtirib. Sot ayıbnamını o'qib ketdi. Kelgan oxirgi vaziyatini ta'rif qilib, uningdan pushmonlik so'zi qilsa, yenigrek jazo berildiganligini aytib, oxirgi so'zi so'raldi. U eng oxirgi qatim freedom deb vaqirab yiqildi. Freedom. Hürlük, erkinlik. Qarindoshlar, ko'rib beqinglar. Eng oxirgi so'zimiz bizning freedom bo'lishi lozim. Qarindoshlarim, og'zimizda yo'g'on gap qo'yib bek ko'p, ammo deyilganidek kichkina qurbon berishga to'g'ri kelsa, erzimagan darajada bir bedel talab qilinsa, oqiga soyanadiganlar bek ko'p ekanligini ko'ryapmiz. Bundaqlarni cho'qim so'roqlanish kerak. Munofiqlarni bilaman deb po'atganlar bor aramizda. Ammo ismini oshkorlash talablariga bexatarligimga kafolatlik qila olamsan deb so'raydi. Erkin dunyoda turib qilinayotgan bu qahramonlikqa qaranglar, qarindoshlar. Men uning uchun qarindoshlarni YouTube'dan Ikkinchi Dünya urushiga oid hujjatli filmlarni ko'ringlar deb tavsiya qilgan edim. Bir shahar uchun berilgan qurbonlikning, bir qatimliq operatsiya uchun berilgan qurbonning qanchalik bo'ladiganligini ko'rib, o'z amaliyatimizga tatbiqlab o'ylansin va andin haliqidek yo'g'on gaplarni qilib baqsin demoqchi edim. Biz hala hissi tefekkür basqıçıdayız, aqli tefekkür basqıçıga kelmeptik da qarindoshlar. Bek afsus. Qanchalik odam bu filmlarni ko'rib baqdi bilmayman. Ammo torlardagi qahramonlik qilchi aziyib baqmadi. Uning ustiga yanada burunqidek bir turli trans holatdagi shirin xiyollar quchug'ida allaylanish davom qilmoqda. Hele anandan ümit kütümüz, hele manandan ümit kütümüz, azat qilib qo'yamiki bizni, ma qutuldirib qo'yamiki bizni bu şekilde. Qulchilik. Qul degandan bek yaxshi ixcham bir ta'rifini topdim. Mamtimin a'la qarindoshim bir mesaj yo'llabdi ekan. Uningda Frederick Douglassning bir hikmatli so'zi bor ekan. A slave is someone who sits down and waits for someone to free them. Degan söz var ki. Qul degan o'ltirib olib, birisining ozod qilib qo'yishini kutkuchidir. Men bu shunday tarjim qildim, balkim to'g'ridir. Yana bir deb berayman. Qul degan nima desa, mana bu javob bek to'g'ri ekan mening qarashimda. Qul degan o'ltirib olib, birisining ozod qilib qo'yishini kutkuchidir.
Qo'shilamsizlar bu tarifga? U holda buni o'zimizga tatbiqlab tursak qanday? Meningcha bugungi biz bu tarifga bek tushimiz. Qarindoshlarımda qandaqdir bir kuchlarning ozod qilib qo'yishini kutayotgandek alomatlarni ko'rib turyapman. Aşındaq turaqlarni sezib turyapman. Minglarcha qitim takrorladim. Qandaq ozod bo'lamiz degan savolni o'z-o'zimizdan, atrofimizdagilardan doim so'rab turishga javob topolmaganda ish harakatimizni tuzitish kundidir. Savolni so'raymiz o'z-o'zimizdan yoki aralashadiganlardan so'raymiz. Qanday ozod bo'lamiz, qanday mustaqil bo'lamiz? Bunga biz javob berolmay qolgan bo'lsak, demak bizning uni iddao qilgandek layoqatimiz dahi yetilmabdi deb qarab, ish harakatimizni tuzitishga tirishimiz. Va shuni undidim men. Ve şularni o'ylashga yetaklamoqchi bo'ldim, urindim. Men Facebook'da jang qilib o'ltiribdiman. Shundoq deymizda har birisimiz. Bu mening o'zicha olgan hammanglar ma'lum. Men Facebook'da jang qilib o'tiribdiman. İşten bo'shagan vaqtlarimning hammasida qilmishim bu tor kezmek. Men yaşaydigan shahardagi boshqa Uyg'urlarga qarasammi, mendan farqsiz. Ishlaydi, ishidan bekor bo'lsa o'ynaydi, andon tor kezib, birini tillab, biriga barmoq chiqirib degandek yashayotdi. U holda bu vatanning ishini, bu bechora millatning ishini, bu ozodlik, hurlik, bu mustaqillik deganning ishini. Bu o'zibek orzuliq bo'lgan, ammo bek cho'ng qurbonlik talab qiladigan ishni kim qilyotdi? Kim qilyotgandi? Men qilmayvatsam, sen mi qilmayvatsan, u mu qilmayvatsa, bu ish o'z-o'zidan bitib qoladimi? Yoki Musa'nın qavmi uchun bo'lgandek bir mo'jiza yuz berib, hozirgi zamonning pir avlillaridan qutulib qolamizmi? Deganlarni doim o'ylashga tegishli bo'lib, andın o'zimizga rag'bat berib, qo'limizdan keladigan biror ishni qilishga urinib ko'radigan bo'lamiz. Yoki boshqa birisiga ha-hu deyishib, zambilning bir sepini tutib ko'tarishib beradigan bo'lamiz. Bizning bugungi bu bag'razlarcha o'ltirishimizga qarab, chaqchaqlarimizdagi o'ltirishlari issiqdimi, sovuqdimi degan savol ko'ngildan kechadi. Hala tarafbozlikning tumanlari ichida beshimiz qayib yurayotganimizni, Allah inayet qilib bag'razligimizni bilgachki tekrar kimning kim ekanligini ochiq ko'rsatib bergandan keyinmi, heliq kirib qolgan kechikdan dostonchilik yoki shuningdek arzimas munosabatlardan shakllangan tarafdorlikdan voz kechib, to'g'ri yo'lni qabul qilishga gejgimiz qo'ymay, o'z ishimizga o'zimiz dushmanlik qilib ketavermoqdamiz qarindoshlar. Shaxsiy achchiq, shaxsiy tarafdorlikning buyurtmasi zahar chekishlarni davom qilib, egomizni qanoat toptirib ketaversak, bu ozodlikning ishini kim qilar? Bularni ko'p takrorlab ketdim. Endi bu temadagi yangi gapni ta'kidlab qo'yay. Shundoq bir qismat bilan yuzlashib turibdimizki, ya mustaqil bo'lamiz, ya qirilib tugaymiz. Bunga ideya tayyorligimiz, ruhiy tayyorligimiz bo'lishi kerak. Bu mustaqillik yo'liga bel bog'lagan chig'imizda hargiz oldingi shartlarga bog'lanmaslikka diqqat qilishimiz kerak. Oldingi shart bo'ldi deganlik shart pozitiv chiqmaganda, musbat chiqmaganda mustaqillikdan voz kechaman deganlikdir. Shunga shartsiz mayli amalga oshsin, oshmasin. Çünkü nusret ata qilish Allah'ın ilkini kelish. Manga tushadiganini qo'limdan kelishicha tirishish. Bu yo'lda mangan. Mushu yo'lda hayotim bo'yi mangaman, mushu yo'lda o'lishga roziman. Çünkü bu mening odamlik majburiyatim
möminlik qarzim, Uyg'urlik burchum deydigan bo'lishimiz kerak. Qarindoshlar, endi bu suhbatni Albaniya partizanlarının bir marşı bilen tamamlamakçıman. Bu marş Albaniya kinosi Ölsek mi tüz pükmeyimizdeki tağlarda partizanlık kılıdığan vatanperverlerinin marşı olup ma'lum derecede özleştirilgan. Bu kinoni köplerini esleyemeysizler. Bu kino 1968-1972 aralığında köp qo'yilgandi. Bu mening 15 yaşdan 17 yaş çağlarımga to'g'ri keladi. Yaş vaqtlarimizda ancha-muncha o'qib qo'yatdik. Bu marshni anglab qo'yaylik. Tağlar tağ üstüge mingüşüp yatar, mertler diker ana otluk gözini, cenler kızıp yeter ahiri bir gün, körgün şu çağ batur elnin oğul kızini. Cenler kızıp yeter ahiri bir gün, körgün şu çağ batur elnin oğul kızini. Ölümdür biz üçün tez tüküp yaşaş, batıl nayli sevdaşla küreşke derhal. Hiç hakkı hukuki yok Xitoy ablahning, kütter bizni adaletlik güzel istiqbal. Hiç hakkı hukuki yok Xitoy ablahning, kütter bizni adaletlik güzel istiqbal. Qarindoshlar, bugungi bu video o'sha bo'lsin. Hammanglarni Allohga topshirdim. Allah niyet qilgan büyük işleringlarni muvaffaq qilsin. Keyingi qatim ko'rishguncha xayr xo'sh. Allohga emanet.